Assalomu alaykum. Skidkani zo'ri mana bugun bo'ladi. Albatta yangi qurilgan masjid Abu Sahiy va tepada yangi most qurilgan. Mostda shunday tushganlaringlar do'stlar, Grand Plaza ko'rinadi va Grand Plazaning podvalida bu haftalik skidka do'stlar eng zo'r bo'ladi. Eng zo'ri. Bir ko'rsatib o'tay yuringlar. 2 hafta so'zlagan bo'lsa skidka berilgan. Adashmas 4,5 millionmi komplekt shunday chiqadi. Stollar skidkada do'stlar. Bemalol o'tib qo'yaverasizlar. Endi hozir bugun ko'rsatamiz gilamlar. Har doim Jamshid aka, tasdiqing zo'rmi? Jamshid aka har doim xizmatlaringda. Bugun ko'rsatamiz gilamlar do'stlar, xudo xolasa. Adashmasa qalin gilamlar, to'g'rimi? Teng yarim narxlarda. Deylik 2 millionlik gilamlar do'stlar 1,5 million, 4 millionlar 2 million. Xullas qalin, yaxshi gilamlarni teng yarimgacha skidga qo'yilgan. Endi bundayda o'zi, tadbirkorlikda qaysi vaqti zararga berilaveradi gilamlar. Hozir mana bugun biz shu kunda turibmiz. Misol uchun endi xalqda hozir to'g'risi topgan tutganini yilni yakuniga dasturxon bezab, mehmon kutib, endi ozgina moliyaviy jihatdan sal qiynalgan bo'lsa, mana endi hozir do'stlar bugungi skidkamiz xalqni o'ylagan maqsadda. Ha, Elbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima deydi? Ana o'zimiz tilimizda pul qochdi vaqti keladi-yu o'zi. Xudo xolasa nima deydi? Skidkani zo'rni qilasiz degan umiddamiz, Elbek aka. Xudo xolasa inshaalloh. Bir zo'r xalq mazza qiladigan skidka qilib bering. Bu skidkani bombasi bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xurshid Abzor, TikTok, Instagram, Toshkent bozori va musofirdagi qaddi baland qadrdon opa-singil aka-ukalar, hammanglarni mana kelayotgan 14-yanvar Vatan himoyachi kunlari bilan tabriklaymiz. Alloh umringizga, kasb-koringizga, rizqingizga, xonadoningizga baraka bersin. Xullas, ertadan 14-yanvardan 18-yanvarga Vatan himoyachilari kuni uchun aksiya e'lon qilamiz. Aksiyani o'dari sizlarni sovg'alar bilan tanishtiramiz. Qani? Sovg'alar ham bor hali. Mana har bitta 2 milliondan oshiq xarid qilgan xaridorga birinchidan 9-xaridorgacha mana chopper beramiz. Har 10-xaridor deganda mana 10, 30, 50 deganlarga mana mikro mana bu misrovka qo'shib beramiz. Har 20-xaridorga duxobka qo'shib beramiz va 100-xaridorga mana shu xolodilnik nasib qiladi. Shoshilinglar, faqat sizlar uchun 5 kun amal qiladi. Gilamlarni zo'rlarini skidga qo'yganmiz sizlar uchun. Bu safar hammaga bayram muborak bo'lsin. Qalin gilamlar bo'ladi. Akaram shu internetdan ko'rib kelyapti, to'g'rimi aka? Assalomu alaykum. Ko'rib yaxshimiz. Like bosasizmi aka? Esdan chiqib qolyapti. Yo'q, bosdik. Yo'q, masalan, endi like bosayotgan emas, Google registratsiya so'rab qoladi. Tinchmi aka, zo'rmi? Rahmat. Ko'rib ketdik. Bo'ldi aka, ko'rasiz hozir. Realni narxlarni eshitasiz aka. Sizga bormi bugunga? Bor aka. Xudo xolasa. Bugunga yo'q, ertaga-ku. Nima, bugun va'da qilsang o'zing yoningda. Ha, endi bugun kelganga qilib bering-da, Elbek aka, bugunga. Ertadan. Bugundan emas. Elbek aka xarakter bor, video olamiz, ertadan qo'yilgan, ertadan amal qiladi. Qani Anvar aka va nihoyat ko'rsating gilamlarni zo'rida. Nechiga puli? Qani? Xo'p. Mana poliester gilamlarimiz, 2,5-3,5larimiz. Mana shular 2 milliondan sotilgan. Mana turishi 1 million so'mdan. Faqat 5 kun. Elbek aka bitta savol. Chorshanbadan yakshanbagacha. Poliester Samarqand bu. Jizzax, Navoiy, Olmaliq, Buxoroning gilami emas, bu Samarqand ipi, Turkiyaning ipida to'qilgan gilam. Bitta gapda qarang aka. Hozir Elbek aka unda YouTube'ga emas, Instagramga ko'rsangiz, suv tekin bo'lib ketdi, 50% skidka bo'lib ketdi, gilamlar 25 ming 30 ming deydi. Endi qarang, xuddi mana shu gilamni, misol uchun boshqa bir endi biz ko'rib turganlar bor, bitta berkamay qo'p joyga solishadi-da. Hozir 2 million degan gilam, hozir mana shuni 1 milliondan kam topolmasa kerak deb o'ylayman, to'g'rimi? Qo'pol bo'lsa ham bitta narsa eshitganda. Aytdi, echkini ko'rib kelib turib qo'y bilan solishtirish kerak emas. Ha, o'shani mana gilamni etkasi bor, mana shu gilamni solishtirmoqchi bo'lsa, xuddi shu gilamni mana shu gilam bilan solishtirish kerak. Aytdi, qo'yasizlar. Mana imina men qo'yayotgan gilamni topolmaydi shunaqa. Mana 1 milliondan 2,5-3,5 turishi. 1 million. Ana bo'lmasa. Mana turishi 1 million. Mana 2,5 ga to'rlarimiz 1 million 100 dan. Faqat yakshanba kuni kechgacha 18-yanvar kuni kechgacha, keyin dushanbadan bunaqa narx yo'q, xafachilik bo'lmasin. Haqiqatan qarang, mana 1 million 100 mingdan. 2,5 ga 5larimiz mana 1 million 350 ming so'mdan.
Olib yurganlar biladi, mana shu gilamni 2,5 milliondan olgan bizdan, o'zimizdan olishgan. Ha, Faqat u 2,5 oldin olganlar xafa bo'lmasin. Bu faqat 5 kun skidga odamlar foydalansin degan maqsadda qo'yganmiz. Ha. 1 million 350 mingdan. 2,5 million gilamlar 2,5 milliondan sotganmiz. Odam olgan odamlar mana ko'rib turgan bo'lishi mumkin, lekin xafachilik bo'lmasin. U payt skidga yo'q edi bu gilamda. Mana hozir mana skidga qo'ydik. Xohlasanglar kelib olishinglar mumkin faqat 5 kun ichida. 3 ga to'rlarimiz mana. 1 million 400 ming so'mdan. Mana turishi 1 million 400 ming 3 ga to'rlarimiz. Lekin haqiqatan chiroyli ekan gullar. Mana. Bu nechi? Mana 1 million 400 ming so'mdan 3 ga to'rlarimiz. Och. 3 ga 5larimiz mana. Och. 1 million 700 ming so'mdan. 100% poliester gilamlar bular. Narxlarni eshityapsizmi aka? Lekin aka, real aytaman aka, haqiqatan zo'r narx ekan. Faqat ertada mana chorshanbadan yakshanba kechgacha. High-tech so'ragan, high-techlar ham bor. Ochshor charchab qoldi. Mana 1 million 700 ming so'mdan 3 ga 5larimiz. Och. Keyin mana bu yerda bo'ldi uni qo'yur. Mana bularni ochgin 3,5 lik nechi bu? 4, 5, 6. Och 3,5 ga to'rlarimiz mana och. 1,5 milliondan mana 3,5 ga to'rlarimiz 1,5 million so'm mana shular. Mana. Ochilishini va Bayramga foydalanib qolinglar mana. Mana turishi 1,5 million so'm. Mana shular 2 million 600, 2 million 700 sotilgan gilamlar. 3,5 ga 5larimiz mana. Och. 2 milliondan mana shular. Chiroyli gilamlar ekan, qarang. Mana. Mana turishi 2 million so'mdan. Och. Ochor. Och mana. 3,5 ga 5larimiz. Xo'p, 3,5 ga 6 mi bu? Nechi ekan? Och. 3,5 ga 6miz mana 2 million 300 ming so'mdan. Mana turishi. Mana shu turishi 2 million 300 ming so'mdan. Och. Tepadan. U nechi u? Och. Mana bu tegidagi nechi u? Haqiqatan zo'r gilamlar ekan. Och. To'rliklar. To'rga nechi bu? 4 ga 6larimiz mana 2 million 800 ming so'mdan. Och. Mana shu turishi 2 million 800 ming so'mdan. 4 ga 7miz ochavermayli. Mana 4 ga 7miz. Mana shu turishi 3 million 200 ming so'mdan. Boya aytganimda 2 milliondan oshiq xarid qilgan har bitta xaridorga sovg'amiz bor. Adres bilan mana ukam tanishtirdi. Xudo xolasa ertadan sizlar kutib qolamiz. Ish vaqtimiz ertalab 8 dan kechqurun 6 gacha. Tezroq yaqinlarga do'stlar jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa bitta like shu bosib esdan chiqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Do'stlarga ulashib qo'ying. Xudo xolasa tezroq ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. Это от нашего магазина вам подарок. Что такое? Два слова скажите на этот. Держи. Подожди, подожди, ну я хоть сумку возьму. Ничего страшного. А как у вас магазин называется? Гранд Плаза. Гранд Плаза. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Вот пришла купить 2 ковра в Гранд Плазу. Мне еще и подарок подарили. Катарахмат. С Новым годом. Спасибо. Mana sandiq sizga ko'tarib ketasiz. Qanaqa olib ketadi? Berdingizmi shularga? Berdim. Quruq ketmasinlar mana. Sandiq sizga chekinga. Sovg'a. Torting. Nima tekshirib olasizmi? Ko'tarib keta olamadingiz, endi ko'tarib ketadi. Kalti ichida. Berganni oladi. Nima kiradi bu? Bo'ldi. Buyursin iloyim, yaxshilik ishlar. Xursandmisiz? Voy, ha, nima xursand. Anaqagacha olib chiqib berasan, ko'chagacha. Ha, olib chiqib beradi. Xo'jayindan ham gap Rahmat, ishonchli ekan. Men masalan o'ynadim. 31 dekabr kuni yutug'im mana bayramga sovg'a bo'lib oldim. Sog' bo'ling, xola, yaxshilik ishlating. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hop, mana shu yerdan gilam oluvdik, mana sovg'asiga mikrovolnovka chiqdi. Shuga.
Yaxshi Rahmat, sog' bo'linglar. Hammaga assalomu alaykum. Grand Plazadan gilam oldik. Kumushlar tezib chiqdi yutug'iga. Haqqon ekanmi aka? Haqqon ekan, ishondim. Hamma olsin mana Grand Plazadan kelib. Omadi kelsa, televizor, xolodilnik, yana maishiy texnikalar bor ekan. Sog' bo'ling aka, yaxshilik ishlating. Assalomu alaykum. Haqiqatdan o'yin rost ekan. Gilam bazadan, Grand Plazadan oldik gilam uyga. Yutib oldik xudo xolisa. Televizor, 42 kerak, telefon qilishdi. Bir hafta bo'lib olib ketyapmiz endi. Xudo xolisa vaqtimiz bo'lyapti. Sog' bo'ling aka, yaxshilik ishlating. Harakat topinglar. Yaxshi kunlar